Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bu video orqali noodatiy sizga yoqadigan QR kodlarni yaratishni ko'rib chiqamiz. Sizga berilgan link ustiga bosib, aynan shu saytga kirib, bu yerdan SMS bo'limini tanlaysiz va bu yerda o'sha kerakli bo'lgan, ya'ni kod ochilganda nima yozuv ko'rishni istasangiz, o'sha yozuvlarni, savollar bo'lishi mumkin yoki topshiriqlar bo'lishi mumkin, shularni hammasini yozib chiqasiz va bu yerdan ko'rib turganingizdek rang tanlaysiz. Svet degan joydan rangini o'zimizga moslashtirib olamiz. Va bu yerda har xil o'sha dizaynlari bor. Bu yerda o'sha logotiplar joylashtirishingiz mumkin. Va bu yerda turli xil dizaynlarni ustiga bosadigan bo'lsak, o'sha dizaynlarning ostida QR kodlar qanaqa ko'rinishda ekanligini o'zi avtomatik yangilab sizga ko'rsatadi. Va bu yerdan o'zimizga yoqqanini tanlab bo'lganimizdan keyin logotiplar ham joylashtirishimiz mumkin. Bu yerda turli xil o'sha ijtimoiy tarmoqlarni yoki oddiy logolarni topishimiz mumkin. Xo'p, bu yerdan o'sha har bitta QR kodimizga ramka ham joylashtira olamiz. Bu yerdan orasidan birini tanlab va ramka ustida o'sha yozuv bor. O'sha yozuvni ham o'zgartirasiz. Ustiga bosib, masalan, meni skanerlang yoki qanaqadir savollar turkumi, savollar to'plami, xullas, o'zingizni faningizga mos qilib, o'sha ramkani ustida chiqadigan yozuvni kiritasiz. Yana bir muhim joyni aytadigan bo'lsam, o'sha SMS tepasida telefon nomer degan joy bor. Bu yerda o'sha telefon nomerini yoki men 1 dan 8 gacha yozdim. Xuddi shunaqa qilib yozib, keyin saqlanitni bosasiz va saqlash tugmasini bosgandan keyin bunaqa rasmni yoki PDF qilib saqlaylikmi degan o'sha sizdan so'raydi va keraklisini tanlaysiz. Iloji boricha rasm ko'rinishida saqlaganingiz yaxshi. Xo'p, buni darsimizda qanaqa qilib ishlatamiz? Darsimizda turli xil, har xil bir-biridan chiroyli, noodatiy QR kodlarni yasab va ba'zi o'qituvchilarimiz aytishadi, men o'quvchilarim telefon ishlatishmaydi deydi. O'zingizni o'sha telefoningizdan foydalanib, o'quvchingiz bitta o'sha kodni tanlaydi va siz o'sha smartfoningiz yordamida uni skanerlab, uni ichidagi o'sha yozuvini o'zi o'qib olishi mumkin yoki o'qib berib, shu tartibda bu jarayonni amalga oshirishingiz mumkin. Bu narsa nimaga kerak? Bu o'sha oddiy savol-javob tartibini sal noodatiy o'quvchilar hali savolni ko'rmasdan turib, mana shu kodlarni ichida yashiringan bo'lganligi o'quvchilar uchun ham qiziq deb o'ylayman. Shuning uchun hozir ko'pchilik bu narsani ishlatadi.